Assalomu alaykum. Men bugun hozirda trendga chiqqan chuchvarani tayyorlamoqchiman. Chuchvarani biz har doim ovqatlarni yog'ligina qilib, qovurib ichishni yaxshi ko'rganligimiz sababli men sho'rvasini qovurib olmoqchiman. Mana go'shtni kattagina suyak chiqdi. Go'shtni suyagini qovurib oldim. Sho'rvamiz mazali chiqishi uchun sabzi, kartoshkalar kubikcha qilib to'g'rab, ularni ham qovurib olyapman. 2 qoshiq tomat soldim. Yaxshilab qovurib, pomidor to'g'rab sovardim. Ovqatimiz chiroyli chiqishi uchun. Qovurilish jarayoniga 2 minut, 3 minut o'tdi. Mana suvini soldim. 1 litrcha suv soldim. Endi choperda piyozim bilan go'shtimni o'tkazib olmoqchiman, qiymalab. Mana 1 dona katta piyoz bilan 300 gram qo'y go'shti. Mol go'shtini yaxshisi qolmagan ekan, qo'y go'shti olib keldim. Mana endi choperda aylantirib oldim, maydalab. Juda ham mazali chuchvara bo'lar ekan, lekin ozgina mehnati qiyin ekan. Undan ko'ra o'zimiz xamir yoyib qilganimiz osonroq ekan. Endi trenddan qolmayin deb men ham qildim. Mana qiymaga soldim. Tapga qarab tuz soldim. Aralash peripiravalar soldim. Koreyskiy tuz soldim. Bular yaxshilab aralashtirib qiymani urib olaman. Yaxshi ochilib ketmasligi uchun. Chuchvaramiz juda ham mazali chiqdi. Mazza qilib ichib oldim. Mana endi uni dumaloq shakl, qiymamizga dumaloq shakl berib, unga aralashtirib oldim. Bu jarayon 3 marta davom etdi. 4-inchisiga uni qalin bo'lib ketarkan, shuning uchun 4 marta qilmadim. 3 marta shu nimaga solib, setkiga solib, suvga solib, shu jarayonni ozgina vaqt olar ekan. Undan ko'ra xamirimizni qilib yoyib tukkanimiz osonroq bo'lar ekan. Lekin shunda bo'lsa ham qiziqib ko'rdim. Videoda ayrim joylari kesilib ketdi. Kesib amallab bir narsa qilib montaj qildik. Hozir pishadi chuchvaramiz ham. Suvga soldim. Ama 12 dona qildimda, ko'p qilmadim. Qanaqa chiqadi, qanaqa emas deb. Shuning uchun 12 tani birdan solsam ichi to'lib qolar ekan. Shuning uchun 6 tadan solib, aralashtirib, shuna qilib unga belab olib, birinchi marta qilishganim uchun qo'llarim qaltirab bir narsa qilib ochilib xuddi xayolimda qiymalarim ochilib ketadi yondek tuyuldi, lekin hech ham ochilmadi. Pishganda 2 donasi ochilibdi, to'g'risi, xamiri. Lekin anavi tiftel bo'lib qopti qiyma. Chiroyli bo'lib. O'zi ham juda ham mazali ovqat chiqdi. Ishtahalaringizni ochib qo'yay. Shu jarayon ozgina menga yoqmadi. Bir marta qildim, qaytib qilmayman. Unga aralashtirib, suvga solib, yana boshqatdan suvga solib, uni 2 marta, 3 marta suvga solib, bu bizga to'g'ri kelmas ekan. Undan ko'ra oson xamir yoyib tukkanimiz osonroq edi. Suvga 3 marta solib olganimda ozgina shakli o'zgarib qoldi, xunuk bo'lib. Keyin yana boshqatdan qo'limda dumaloqlab, qatirib, chiroyli qilib, dumaloq qilib, mana tarelkamga olib oldim. Yana qozonimga solaman. Mana sho'rvamiz ham bu yoqda tayyor bo'lib turadi. Ozgina chesnokni bargini maydalab sovardim, mazali chiqishi uchun. Lavr yaprog'i soldim. Mana endi chuchvaralarimizni solyapman. Tayyorlab ko'ringlar, lekin sizlar ham qiziqishga bo'lsa ham mazasi zo'r bo'lar ekan, zo'r. Biz endi baribir mana bunaqa sho'rvali qilib ichganimiz mazaliroq. Biz yigitlarga
oddiy suvda pishgan ovqat yoqmaydi. Shuning uchun qovurib, sho'rva qilib qildim. Juda ham mazali chiqdi. Ko'rinishi ham juda chiroyli. Ana qarang, juda chiroyli. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.